Kutilgan narsalarni bir chekkasidan aytib o'taman. Oldin mordasiga broni plyonka qilganmiz. Polni kapot, fara, tumanka, kalenkalari polni bo'lgan. Bu mashinamiz 100% polirovka qilganmiz, keramika qilganmiz. Oldi, orqa bamper yangi qo'yilgan, RS oblisovkalarigacha, faralarigacha yangi qo'yganmiz. Laboylargacha yangi qo'yganmiz. Yon qismiga o'tadigan bo'lsak, diskalarni yechib 17 optra diska Brembolargacha qo'yganmiz. Даже mayda-chuda narsalargacha qo'yilgan. Brezgavik, Samarez disklarim, Patklinik hammasi yangi qo'yilgan. Kurgam tonirovkalar urilgan. Bunda yana bitta katta narsalardan bittasi shumka qilganmiz. Вообще ideal shumka bo'lgan. Yana bitta narsa, saloniga bitta o'zlaring baho berasizlar. Salonni ko'rasizlar, o'zlaring bitta baho berasizlar. Вообще ideal bo'lgan. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, bunga zavodskiy qilib turib chexollarini tikkanmiz. 4 ta qizil remen qilganmiz. Patologlar avto tikkan bo'lgan. Aquaprint, deflektor, Malibu bar, Malibu rul, antiradar, video registrator tesiska 908 pult. Eshiklariga Gerstam kolonkalar qo'yilgan. Orqasiga Kenwood usultillarigacha qo'yganmiz. Xullas bunga nima kerak bo'lsa, hammasi qo'yilgan, hammasi qilingan, juda ham sifatli narsalar qo'yilgan, original narsa, garantiyalar bilan qilib berganmiz. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, Kaliforniyaga murojaat qilasiz.